haligi bir vodiydan bitta davrakashlar olib kelsam, haligi to'ydagi mehmon haligi davra olib boradigandan zo'r o'qiydi she'rni. Shu darajada obrazga kirib o'qirdiki, iloji qoyil qolmasdi dedi. Shuning uchun Azam aka endi obrazga kirmasangiz, yana bilan kulib yurmasin ustimizdan. Salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat. Xurshid Rasulov debda qarsaylar bo'lsin. Aka rahmat. Siz bilan faxrlanamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir bor assalomu alaykum aziz termizliklar, Surxondaryoni hamma tumanlaridan kelgan, uzoqdan kelgan mehmonlar, muxlislar, Xurshid Rasulovni ko'raman, qo'shiqlarini eshitaman deb yuraklari jo'shib turgan qadrdon ota-onalar, muxlislar hammalaringga boshimiz yerga tekkincha ta'zim qilamiz. Sog' bo'linglar. Do'stim o'tgan hayotimiz ko'pimi yo ozmikan? Shu dildagi faryodimiz onang sendan rozimikan? Suyungan sog' yurganingga, bir oyda bir borganingga, qancha bo'ldi ko'rganingga, onang sendan rozimikan? Yig'lab darding yorib, ko'rmaysanmi hozir borib, kech qolmagin umri horib, onang sendan rozimikan? Duolariga qo'l ochguvchi, dardlaringga dil ochguvchi, jannatlarga yo'l ochguvchi, onang sendan rozimikan? Davralarni zo'risanu, zo'rlarni qalb qo'risanu, arslonsanu, bo'risanu, onang sendan rozimikan? Ko'rdim mag'rur boqishlaring, hech tugamas xohishlaring, rost hammaga yoqishlaring, lekin onang sendan rozimikan? Erkaginam nozlidirsan, umrim bahor yozidirsan, sen onangdan rozidirsan, onang sendan rozimikan? Azam o'zing qarovdingmi, farzandlikka yarovdingmi, o'zidan bir so'rovdingmi, onang sendan rozimikan? Onajonlar